Voy opa, Amerika bo'lyotibdi-ku bu. Bu xonadonga kamshigizga qiz berar ekanmi? Ishing bo'lmasin. Qiz bor xonadonga hamma boradi. Oyi, beyja, beymaja. Voy, o'sha yerga boshqasi voy emas. Opa, bu kamshcha tumshug'i baland-ku. Ketdik. Voy o'rgilaylarim, charchab qomatlaringiz issiqda. Voy nanay, issiqda turmanglar, ichkariga kiringlar jonlarim. O'rgilaydi. Voy nanay, ay nanay. Voy Xudoga shukr. Xush kelibsizlar. Chang bosgan. Qizim sepiga-da. Opa, yamonam o'g'lizni peshonasi yarqilagan ekan-a. Buni changi ham davo-ku. Opa, чистый Dubay ekan. Sindirib qo'ymaylik. Italiya. Voy assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'sh desangiz, bizga bir gul bor. Sizlar deysan, kulbul bor. Ularda gul, bizda dumbul, garang. Xudo xohlab, buni tilladanmi? Yo'q, bu tilladan emas, qizim tilladan. Qizim sarpasigacha 1 kilo tilla qilaman, ishonasizlarmi? Uni hammasini taqmaydi, hayron bo'lmanglar. Kim taqadi 1 kilo tillani hozir? Bu juda bo'lib yotdi-ku. U yaxshi yomon kuni bo'ladi-ku, oila qurgandan keyin xotinni. Ana shu erini kuniga ishlatadi-da. Tushungan oila ekan. Voy, juda ham samimiy ayol ekansiz. Endi qizingizni ham bir ko'rsatsangiz, o'zingizga o'xshagan chiroyli bo'lsa kerak-a? Qizimmi? Shartmigina? Endi shartda aylanay. Nozigul! Nozigul! Ha, oyi. Hey opalar, bir narsa aytish esimdan chiqdi-da, qizimiz sarpasi mana shu uchastka ham qo'shib beriladi. Voy opajon, kamshigizni betiga tiqarish ekan-da. Bet emas, peshonasi gektar degan. Voy xudojon.